qo'llab qo'yinglar yoki ma'qib qolsa mendan foydalaninglar demoqchi emas do'stlar. O'zinglar foydalanib qilinglar. Yana shu menda yurak ojizlik bordi, yurakning qaytishmaydigan avvallar bordi, uyqusizlik bordi, yurakim ansiz so'qitdi. Shu maydamni bir narsa bisib olgandek bo'lib, yaram bo'lmay deyotgan do'stlarimizga nisbatan o'zimizningki shu o'zimiz ishlab bozorga solgan shu bir davo avrishim ichimlikimizning 6 qutisini 100 yuandan faoliyat qilib kirasini ko'tarib mamlakatning har qaysi joylariga yetkazib turyapmiz. Balkim bu faoliyat to'yinib qolgan bo'lishinglar mumkin. Biz oldingidan faoliyat qilgan, bu faoliyatning barinlanmagan yoki bo'lmasa, bu shunday yaxshi bir faoliyatga bir ishtirok qilmagan do'stlarimizning bir foydalanib qilish uchun huzurungizga sundik. Buni mush do'konga kelib olib kelsanglarmi, bir qutisini 20 ko'ydan sotayotgan narsa, kirasini ko'targan asosda 6 qutisini 100 yuandan shunda faoliyat qilib o'tirmiz. Lozimlik do'stlarimiz, do'konimizga kelsanglarmi bo'ladi yoki bo'lmasa 186 99 84 3200 nomer orqali biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Mahsulotimiz o'lchamli, sifatli holatda o'zimiz vijdonimizga tegdik holatda shunda ishlab chiqaraqliq. Şuna lazımlık dostlarına mayli deyip dostlarımız bo'lsin, mayli iste'molchi do'stlarimiz bo'lsin, kelishini iste'mol qilishini chin ko'nglimizdan qarshi olamiz.